Mashinasiga moy almashtirayotganda ko'pincha adashib qoladi. Ishonchli va sifatli moyxona haqida ma'lumot berishimni so'rashadi. O'shalardan bittasini sizlarga ko'rsataman hozir. Avtoblok Rustam akamni moyxonalar. O'zimizning komandani mashinasini ko'ryapsizlar. Moy almashtirgani, bo'lmasa o'zimiz servisda ishlaymiz, o'zimiz almashtirsak bo'ladi. Lekin haqiqiy ishini ustasiga olib kelib almashtirib ketamiz. Men sizlarga hozir shu odamni ko'rsataman. Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu odam haqiqatan ishini o'zini ustasi. Men bilasizlar, ishiga yuragi bilan yondoshadigan insonlarni qattiq hurmat qilaman. Mana bu ukam ham miyatini sohasi bo'yicha o'zini ishini professionali. Rustam akam moy sohasi bo'yicha haqiqatan ishini ustasi. Shu akani bitta profillariga kirib ko'rsanglar, haqiqatan uyerim bo'lasizlar, shu videolari hammasi manfaatli. Sababi mana JTX haqida ham video chiqarganlar, moy haqida ham video chiqarganlar, antifriz haqida ham video chiqarganlar. Hamma videolari manfaatli. Inshaalloh o'zimiz ustun ishlaymiz, ya'ni qurilishni inson bo'lgandan keyin moy choykalar bor boshqalar viloyatlardan so'rab qolishadi. Hozir korobkalar turlari ko'paygan, bitta modelda ikki xil chiqib, bizdan savol berishadi, bilganimiz bildirib qo'yamiz. Shunaqa bilgan zarurat bo'lgancha o'rganaveramiz, bekorga internetda o'tirmasdan. Biz el qator internetda olamiz, faqat to'g'ri yo'lda foydalansa albatta shunaqa bo'ladi. O'zimiz ustun ishlasa, mevasini beradi. Yashil moyi nima yashilligini sababini qachon aytasiz bizga? Bunaqa joy aytmana qilamiz. Double stack spontan aytib hozir inshaalloh rolik mo'ljalda yurdim. Yaqinda ham qildim. Shuni ishladim, chunki hozir aktual tema. Yaqinda kutinglar bo'lmasa rolik bilan razlika bo'ldi. O'zi menga ham qiziqdi. Ko'p moylar sariq bo'ladi. Men mana shunaqa rangli nima xususiyatga ega? Qiziqarli bo'ladigan bittamiz. Ya'ni bilganlarimiz bildiramiz. Okalar kuzatinglar, okaning kanallariga o'tib qo'ysanglar, joningiz sog' bo'lsin, tanish bilishlikka jo'natib qo'yasizlar.